inson hayotda yashab yurar ekan, dunyo nomli joyda ekanligini unutmaslik kerak. Ya'ni dunyo degani juda ham qisqa bo'lgan, undagi lazzatlar vaqtinchalik bo'lgan, undagi rejalar hech qachon siz xohlagandek bo'lmagan, hamma narsa yarim qoladigan joy degan. Shuning uchun ham dunyoni juda katta narsa deb qabul qilmaslik kerak inson. Agar inson dunyoni katta narsa deb qabul qiladigan bo'lsa, o'z-o'zidan dunyodagi muammolar ham kattalashib ketadi uchun. O'z-o'zidan muammolardan tushkunlikka tushadigan bo'lib qoladi. Qanaqadir ne'matlar bo'lsa, qanaqadir marralarga erishsa, kibrlanadigan bo'lib qoladi. Kibrlangan inson nima uchun kibrlanadi desa, dunyoni katta narsa deb biladi, pulni katta narsa deb biladi. Shuning uchun ham u kibrlanadi. Siz erishgan hamma narsa shu yerda qoladi. Hech qachon olib keta olmaysiz va siz uchun hamma narsa vaqti o'tishi bilan qadrsizlanadi. Shuning uchun ham dunyo juda ham kichkina narsa. Dunyo juda ham qisqa narsa. Inson shunaqa deb tanisa agar turgan joyini, ya'ni dunyoni, undagi muomala hech narsa emas unga. Hech narsa emas deganda insonni o'zini qolbidan chiqarib yormaydi, tushkunlikka tushirib yormaydi va nimadirlarga erishsa, mensimaydigan mutakabbir, yaramas insonga aylanib ketmaydi. Chunki dunyo kichkina narsa. 100 yil oldingilar dunyoni katta narsa deb bilgan bo'lsa ham, mana hozir ulardan birontasi yo'q, 99.9% yo'q. Va biz ham 2126-yilda o'zimiz ham, atrofimizdagilar ham, farzandlarimiz ham yo'q bo'lamiz. Dunyo juda ham qisqa va kichkina, oddiy, katta deb qabul qilinishi mumkin bo'lmagan narsa. Va aqlli inson dunyoni mana shunaqa deb tanishi kerak bo'ladi.